Hop, davom etadigan bo'lsak, bunda ham yuqorida bo'lgan, bunda ham yuqorida pastda va kesishmagan hech birida. Faqat inflyatsiyada deyarli bir xil ma'noda kesishishi mumkin. Bir statsionar, ya'ni barqarorlik va industriyada ham barqarorlik mavjud deb olsak bo'ladi. Mana bir xil nuqtada kesisha oladi. Keyingisi bog'liq va mustaqil o'zgaruvchan grafik ustida statsionarlikka tekshirish natijalari. Bu yerda bog'liq va mustaqil o'zgaruvchan diffuller testda statsionar tekshirishning natijalari mavjud. Bu yerda foizlar keltirilgan. Bularni jadval qilib o'zim yozib chiqqanman albatta. Mana barcha ma'lumotlar keltirilgan. Bu defitsning yangilik darajasi, ya'ni bu yerda birlarni ko'ryapmiz. Hosil, ya'ni 0.05 dan kichik bo'lishi kerak. Albatta bu yerda chiqadigan qiymatlar u tarafda. Mana boya ko'rganimizdek, masalan, men bunda olib ko'rsatadigan bo'lsam, o'sha shunday ko'rgan edik. 0.41 edi. Bunda esa 0.001, ya'ni 0.05 dan kichik. Shuning uchun biza bu yerda birlarni ko'rishimiz mumkin. O'sha bir marta hosil olganligimiz uchun bu yerda 1 yozilgan va oxirida esa hosil olmaganmiz industriyada. Shuning uchun 0 yozilgan. Hozir industriyaga kirib ko'rishimiz mumkin masalan. Industriya bo'yicha ko'rsak, mana industriyadan, ya'ni hosil olinmasa ham o'zi 0.000 tashkil qilgan. Ya'ni shuning uchun shu sababli shunday foydalanamiz. Bu yerda kerak ma'lumotlar mavjud. Bu bog'liq va mustaqil omillarning korrelyatsiya grafigi. Bu yerda hozir statadan ham ko'rsataman. Hop, bu yerda kiritadigan bo'lsak, kodni teramiz. Keyin mana graf matrix deb yozamiz. Graf yozishga e'tibor berishimiz kerak albatta. Inflyatsiya, PD. Mana bizani boyagi grafikimiz kelib chiqdi. Bularni GDP bilan inflyatsiya orasidagi bog'liqliklar, GDP bilan FDI orasida bog'liqlik yoki inflyatsiya bilan FDI yoki inflyatsiya bilan eksport orasidagi bog'liqlik mana bu. Mana. Hozir mana bu bilan mana bu eksport orasidagi bog'liqliklar mana bu yerda topishimiz mumkin. Kerakli barcha ma'lumotlarimiz mavjud bu yerda qanchalar. Mana keltirilgan sonlar yordamida. Yoki biza mana bunday qilib half deb yozsak agar yarmini chiqarib beradi adashmasam. Mana men kitobimga shu ko'rinishda kiritganman. Ikkalasi bir xil albatta. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zgarish yo'q. Keyin bog'liq va mustaqil omillarning perskiya korrelyatsiyasi, ya'ni pairwise correlation. Bu yerda GDP, inflyatsiya, FDI, unemployment, export, exchange industriyalar berilgan bu yerda. Barcha ma'lumotlar kiritilgan. Tadqiqotlar biz oddiy eng kichik kvadrat moduldan foydalandik va 4-jadvaldagi ma'lumotlarda olganmiz. Xo'p, statadan kirib buni topadigan bo'lsak, hozir buni PVCor bilan topamiz buni. PVCor. Mana bu yerda GDP, inflyatsiya, FDI, unemployment, export, exchange, industry. Mana ko'rganimizdek xuddi o'sha narsani bu yerda bor. Ya'ni chiqarib beryapti. Bu yerda GDP per capita bilan qolganlarni sonlar bilan bog'liqligini ko'ramiz. Bu yerda hisoblab chiqsa shunaqa hisob kitob mavjud. Xo'p, keyin chiziqli regressiya, linear regression, Ovis model. Ma'lumotlar regressiya tahlili mustaqil o'zgaruvchi bog'liq, o'zgaruvchi aholi jon boshiga ya'ni nisbatan ta'sir keltirilgan bu yerda. Buni ham keyin statadan ko'rib chiqishimiz mumkin albatta. Xo'p, statadan ko'radigan bo'lsak,
Grammatrixlar berilgan. Bu yerda 0.05 unutibman ozgina. Shuning uchun to'liq hozir ko'rsatib o'tib ketaman birdan. Ctrl-C qilib. Endi bu yerda ya'ni 0.0 dan kichiklarini yulduz kattalarni yulduzcha orqali bizga kichiklarni yulduzcha orqali bizga ko'rsatib beryapti. Mana bular minusda turganligi uchun kichik, ya'ni yulduzcha qo'yib beradi bular. Kichik yoki kattalarga. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz declaration ni ko'ramiz. Mana bu yerda inflyatsiya dedi, unemployment, export, ishlachi barchasi keltirilgan, ya'ni hozir ya'ni chiziqli regressiya bo'yicha tahlil qilganmiz. Mana bu yerda u yerda ham topib ko'rsatdik. Unga ko'ra inflyatsiya darajasi 1% ga oshadi. GDP per capita esa mana bu $1025 ga kamayib aniqlashimiz mumkin. Xuddi shuningdek FDI bir birlikka oshishi ham mumkin. Bu yerda barcha ma'lumotlar, bu yerga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni yozib o'tganman quyida. Ularni o'qish orqali tushunib olishimiz mumkin. Vaqtimiz kam, shuning uchun 15-jadvalga o'tamiz. Tasviriy statistika natijalari. Deskriptiv statistikalarni ko'ryapmiz bu yerda. Hop, bu yerda ham kiritib ko'rishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlar mavjud bizda. Statadan topamiz. Hop, elen ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bu yerga. Albatta birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan narsa. Keyin elen keyingisini xullas hammasini birdan kopirovat qilib kiritaveramiz. Hop, endi bularni birlashtirishimiz kerak bizda. Mana birlashtiramiz. Mana bizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarimiz kelib chiqdi. Mana regression, mana elenlangan, ya'ni barchasi bu yoqqa ham kelib tushgan ko'ryapmiz. Keyingi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, mana bu. Hop, keyin 15-tasviriy statistika natijasi. Buni ham topamiz. Buni ham ko'rib chiqamiz. Tak. Shu yerda Graph-Matrix bor ekan bu yerda elanlarda. Ignorum. Hop, bizga hozircha ular kerak emas. Tak. Tam bilan yozamiz. GDP. Mana bu yerda hozir shu narsani ko'raylik, shuni ko'rib chiqdik. Model bo'yicha faqat topishimiz kerak. Astok som deb yozishimiz kerak. Astok som GDP. Mana bu yerda ham barcha ma'lumotlar keltirib berdi bizga. Keyingisi 16 Prius plugin test natijasi bu yerda. Keyingisi white test natijasi. 7-jadval keltirgan white test natijasi unga 0.05 dan ko'p bo'lib qoldiqlar esa shu dalillar mavjudligi aniqlanma. Bu testda ham muvaffaqiyatli o'tganini ko'rishimiz mumkin. Tak, bu yoqdan kirib ko'rsak, hozir buning kodini topishimiz kerak albatta. MSET ga kiritib ko'ramiz. Xato kod deyapti. Qayerdadir xato qildik. Head test. Birinchi head test deb yozamiz.
ko'rsatamiz hozir.